$1000 shveytsarskiy pichog'ingizdan yoki $300-400 atrizdan ajralib qolmasligi uchun qo'l yukingizda quyidagilarga rioya qiling. Cheklovlar: suv, sharbat yoki boshqa suyuqliklarning hajmi 1 litrdan oshmasligi kerak. Har bir kosmetika yoki atirlar 100 ml sig'imda bo'lishi va alohida paketda saqlanishi kerak. Taqiqlangan buyumlar: pichoq, qaychi, o'tkir tig'li buyumlar, yirik miqdordagi batareyalar va yondiriluvchi suyuqliklarni qo'l yukiga olmaslik kerak. Spreyli dezodorantlar ham mumkin emas. Portativ akkumulyator, ya'ni powerbank 10 000 mAh dan oshmasligi kerak. To'g'ri, O'zbekistonda 20 000 mAh ga ham ruxsat bor, lekin Xitoy hukumati 10 000 mAh ga ruxsat bergan. Qimmatbaho buyumlar, pul, zargarlik buyumlari va qimmatbaho gadjetlaringizni faqat qo'l yukida saqlang. Yuk hajmi va vazniga keladigan bo'lsak, har bir aviakompaniya qo'l yukini hajmi yoki og'irligi uchun alohida cheklovlar belgilaydi. Odatda qo'l yukini og'irligi 5-10 kilogramm orasida bo'ladi. Katta bagaj uchun esa 20 yoki 32 kilogrammgacha ruxsat beriladi. Ba'zi aviakompaniyalarning chipta toifalari 2 dona katta bagajga ham ruxsat beradi. Har biri 32 kilogrammgacha. Agar belgilangan yuk cheklovlaridan yukingiz og'ir bo'lsa, albatta qo'shimcha to'lov olinadi. Xavfsizlik nazorati. O'zbekiston aeroportida xavfsizlik nazoratida har bir yo'lovchi quyidagi narsalarga amal qilishi kerak. Tashqi kiyim, ya'ni kurtka, poyabzal, kamarlarni yechish talab etiladi. Notebook yoki boshqa katta elektron qurilmalar qo'l yukidan chiqarilib, alohida ko'rsatilishi talab qilinadi. Metal buyumlar, kalit, tanga yoki boshqa metal predmetlar alohida joylashtirilishi zarur. Bu talablar yo'lovchilarning xavfsizligini ta'minlash va aeroportdagi tekshiruv jarayonini tezlashtirish maqsadida joriy qilingan. Shuning uchun xavfsizlik nazoratidan o'tishdan oldin kerakli tayyorgarlikni ko'rish muhimdir.